ba'zi insonlar aytadi, men tahajjudga tura olmayapman desa, ba'zilar aytadi, men bomdodga ham tura olmayapman, juda qiynalyapman. Hatto ba'zilar shu bomdod o'qish uchun kechasi bilan bomdodni vaqtini kutib, bomdod namozini o'qib, so'ng uxlaydi ekan. Nimaga desa, yozda tun qisqa, bomdodga tura olmayapman deydi. Imom Ibn Kasir rahmatullohi alayhi ertalab namozga, ya'ni bomdod namoziga bo'lsin yoki tahajjud namoziga, xullas ertalab sahar turishlikka yordam beradigan bir vazifani bayon qiladi. Qaysi inson Kahf surasining oxirgi 4 oyatini o'qisa, ya'ni innallazina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, shu oyatdan to suraning oxirigacha bir marotaba o'qib, so'ng niyat qilib yotsa, ey Allohim, meni tahajjudga turgiz, ey Allohim, meni bomdod namoziga turgiz deb niyat qilib yotadigan bo'lsa, Alloh taolo albatta o'sha niyat qilgan vaqtda turishga imkoniyat beradi dedi. Shuning uchun azizlar, kimlar bomdodga yoki tahajjud namoziga turishdan qiynalayotgan bo'lsa, yuqorida aytilgan oyatlarni o'qib, so'ng niyat qilib yotsin, albatta Alloh niyatiga yetkazadi.